583, 585 probali tillalarni qanchadan olyapsizlar? İzdelasini ko'rishimiz kerak opa. 1.250 minggacha olib qo'yamiz. İzdelasiga qarab endi. Ko'rsatsangiz bitta ko'rib beramiz. Yo, aytavering qanchadan olayotganingizni. Instagramda rosa qimmatga reklama qilyapsizlar-ku. O'sha reklama qilayotgan narximizni sizga hozir aytolman. Endi izdelangizni ko'rganimdan keyin aniq nech puldan olishimni ayta olaman. Chunki ko'rmasdan turib, uni 150 tillacha ham ayta olmaydi. Xo'p, mana unda 585, 583 probali tillalar. Xo'p. 583, 585. Xo'p, bularningizni grammini 1 milliondan qilib bera olaman. Bugungi kurs bo'yicha lom narxi 970 ming bo'layotgan bo'lsa, bularni grammini o'sha aytganimdek 1 milliondan qilib beraman. Bitta tortib ko'ramiz. Xo'p, o'z narxlatib ko'rdingizmi, opa o'tib bitdi? Ha, narxlatib ko'rdim. Nech pul berishdi hammasiga? 172 gramm but-butun narsangiz bor ekan. 170, 171 million atrofida berishdi. Gap yo'q. Biz 172 million bera olamiz. Bugungi kurs bo'yicha lom narxi 970 ming bo'layotgan bo'lsa, narsalaringiz butun bo'lganini hisobiga grammini 1 milliondan 172 million qilib bera olaman. Xo'p, juda ham yaxshi. Bo'l, barakasini bersin, men sizga hozir pulni sanab beraman. Opa, mana bu yerda 100, bu yerda 120, 140, 160, 172. 172 million, barakasini bersin, yaxshiligiga xizmat qilsin. Rahmat. Uyda uzilib qolgan tillalarim ham bor. O'shalarni yangisiga almashtirib ham berasizlarmi? Albatta, bunaqa uslugamiz ham bor. Bemalol uzilgan, past probali tillalaringizni olib kelsangiz, probasini, spektralni analizini tekshiramiz. Probasiga qarab, eng yuqori narxda sizga pulini beramiz. Yangi tillarni ham sizga topib beramiz, ko'rib beramiz. Xo'p, rahmat. Xo'p, salomat bo'ling.